Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan mikrobiznes simulyatsion o'yinini o'ynashni o'rganamiz. Diqqat qilib, o'yin maydoniga, doskaga e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. Hurmatli o'quvchilar, mikrobiznes simulyatsion o'yinining o'yin maydoni quyidagicha tasvirlangan. O'yin maydonida savdo prognozi, ta'minotchi, xarajatlar jadvali, xom ashyo, omborxona, ishlab chiqarish jarayoni, tayyor mahsulotlar, sotilgan mahsulotlar tannarxi, mijozlarning puli, daromadlarni hisoblash, bank kreditlari, naqd pul, sarmoya, voqea va natija kartochkalari. Shuningdek, savdo prognozi, taxminiy o'lchov chizig'i, aktual xaridorlar, klientometr chizig'i. Shuningdek, o'yin qoidasi aks etgan 14 ta bosqich ko'rsatib o'tilgan. Hurmatli o'quvchilar, sizga o'yin maydonida hamda o'yinda foydalanilgan qo'shimcha materiallar haqida ma'lumot bermoqchiman. O'yinda sizlar uchun kerak bo'ladigan materiallar bu mikrobiznes o'yini ishtirokchi qo'llanmasi, qaror sahifasi, bank krediti uchun ariza, o'yinda qo'llaniladigan tangalar, bo'sh konteynerlar, voqea kartochkalari, natija kartochkalari, stikerlar, qalam va o'chirg'ich. Qo'shimcha know-howlar uchun rangli qalam yoki bo'lmasa flomasterlar kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, o'yinni o'ynash uchun biz sizlar bilan jamoa bo'lib o'ynashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun 5 nafardan o'quvchi o'z jamoalarini tuzadilar va o'yin maydoni atrofida o'tiradilar. Ko'rib turganingizdek, mikrobiznes o'yinining o'yin maydoni o'yin markaziga joylangan hamda o'yin maydonida hamda o'yinda kerak bo'ladigan zarur materiallar ham joylab qo'yildi. Siz mikrobiznes o'yini ishtirokchilar qo'llanmasini olib, diqqat qilib, u bilan tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan mikrobiznes ishtirokchilar qo'llanmasining hozirgina bo'lgan vaziyat, o'yin boshlanishi kabi sahifalarini ochib, diqqat qilib o'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. O'yinning mazmun mohiyati shundan iboratki, har bir o'yin ishtirokchisi apelsin hamda ananas sok ishlab chiqarish uchun o'zining biznesini tashkil etadi hamda u biznesda sodir bo'layotgan barcha xo'jalik hamda moliyaviy operatsiyalarni o'yin maydonida aks ettirishi kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan o'yin maydonida qancha mablag' bilan o'yin boshlanishi haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz haqida o'yin sahifasi, ya'ni ishtirokchining qo'llanmasida yashil jadval ostiga yozib qo'yilgan ma'lumot bilan tanishib chiqamiz. Demak, biz sizlar bilan kulya, ya'ni pul birligi miqdorida 1900 kula bilan bu mikrobiznes o'yinimizni boshlaymiz. Hamda
Mikrobiznes moliyaviy o'yinimizda sodir bo'layotgan moliyaviy hisob-kitoblarni o'yin maydonlarida voqea hamda natija kartochkalariga asosan aks ettirishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, ishtirokchining qo'llanmasida o'yin maydoni ham aks ettirgan bo'lib, siz o'yin maydoni bilan ham batafsil ishtirokchining qo'llanmasi orqali tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, o'yin boshlanishida pullarimizning joylashuvi mana shu jadvalda aks ettirilganligi bois bu ma'lumot bilan ham diqqat bilan tanishib chiqishingiz talab etiladi.